Destek kompaniyasining asosiy xizmati hisoblangan Logix ERP dasturiy ta'minoti bu korxonaning ichki va tashqi resurslarini boshqarish uchun keng qamrovli yechim va integratsiyalangan axborot tizimi. Logix ERP tizimi korxona ichidagi barcha biznes jarayonlar o'rtasidagi axborot oqimlariga ko'maklashish va boshqa korxonalar bilan aloqalarni qo'llab-quvvatlash va korxonadagi moliyaviy vaziyatni to'liq nazorat qilish uchun barcha zarur vositalarni beradi. Tahliliy imkoniyatlardan keng vazifalarni bajarish uchun foydalanish mumkin. Shu jumladan ishlab chiqarish buyurtmalarini prognozlash, materiallarga bo'lgan ehtiyojni hisobga olish va hisobotlarni real vaqt rejimida tayyorlash imkonini beradi. Foydalanuvchi korxonadagi joriy vaziyatni barcha zarur ko'rsatkichlar asosida tezkor tahlil qilishi mumkin. Mahsulotlar haqidagi ma'lumotlar ishlab chiqarishning turli bosqichlarida tashkil etiladi. Barcha ma'lumotlar Logix ERP tizimiga tushiriladi, qayta ishlanadi va o'zgartiriladi. Mahsulotlarning ishlab chiqarilishi omborda kerakli xom ashyo mavjud emasligi sababli to'xtatilmaydi va korxona pullari ombor zaxiralari sifatida muzlatilmaydi. Logix ERP tizimi korxona faoliyatini savdo va ombor, moliya, ishlab chiqarish, xodimlar boshqaruvi va ish haqqini hisoblash va CRM modellaridan foydalanish orqali soddalashtiriladi. Savdo va ombor boshqaruv tizimi yordamida korxona xom ashyo, materiallar, yarim mahsulotlar va tayyor mahsulotlarni nazorat qiladi. Moliya modulida korxona mablag'lar aylanmasi to'g'risida aniq ma'lumotlarni olish mumkin bo'ladi va hisob varaqalaridagi pul mablag'larining qoldig'i ko'rinadi. Tizim mijozlar va yetkazib beruvchilarning qarzdorligi haqida batafsil hisobot taqdim etadi. Bunda tashqari hisobotlar korxonaning daromadlari, xarajatlari va foydasini ko'rsatadi. Bu tizimni boshqa elektron hisoblash tizimlari, faktura va boshqalar bilan integratsiya qilish mumkin bo'ladi. Logix ERP ko'p fazali ishlab chiqarish jarayonini boshqarish tizimi ishlab chiqarish rejasini tayyor mahsulot buyurtmasi asosida avtomatik ravishda amalga oshirish imkonini beradi. Ishlab chiqarish jarayoni xom ashyo va yarim tayyor mahsulotlarning mavjudligi asosida bosqichma-bosqich avtomatlashtiriladi. Har bir bosqich oxirida moddiy xarajatlarni hisobga olgan holda mahsulotning tan narxi hisoblaniladi. Mahsulotlarni inventarizatsiya qilish, xom ashyo, yarim tayyor, tayyor mahsulotlarni avtomatik ravishda kuzatib borishga imkon yaratadi. Bugungi kunda Logix dasturiy ta'minoti 30 ta modeldan iborat bo'lib, 800 dan ortiq korxonada minglab foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatmoqda.